2026 yilgi Chevrolet Damas modeli shahar hayoti uchun mo'ljallangan ixcham va tejamkor avtomobil sifatida yangilangan ko'rinishda taqdim etilmoqda. Yangi 2026 Chevrolet Damas zamonaviy dizayn elementlari, yaxshilangan texnik ko'rsatkichlari va qulay salon imkoniyatlari bilan o'z sinfida yanada jozibador bo'lib bormoqda. Ushbu model kichik o'lchamlarga qaramay, kundalik foydalanish uchun yetarli darajada qulaylik va ishonchlilikni taqdim etadi. Old qismida yangilangan panjara, zamonaviy faralar va ixcham bamper dizayni avtomobilga yanada zamonaviy ko'rinish beradi. Yon tomondan qaralganda soddaligi va amaliy shakli uning shahar ko'chalarida erkin harakatlanishini ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Damas kapoti ostida butun 8 litrli benzinli dvigatel joylashgan bo'lib, u yoqilgi tejamkorligi bilan ajralib turadi. Ushbu dvigatel o'rtacha 38 ot kuchiga ega bo'lib, 5 pogonali mexanik uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi. Yoqilgi sarfi taxminan 100 kilometrga 5-6 litr atrofida bo'lib, bu ko'rsatkich uni iqtisodiy avtomobil sifatida ajratib turadi. Kichik hajmli dvigatel shahar ichida tez va qulay harakatlanish uchun yetarli quvvat beradi. Salon qismi oddiy va funksional tarzda ishlab chiqilgan. Old o'rindiqlar qulay, orqa qismida esa yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. 2026 Chevrolet Damas modeli 5 nafar yo'lovchini sigdira oladi. Shu sababli u kichik oila yoki tijorat maqsadlari uchun ham mos keladi. Yukxona hajmi ham kundalik ehtiyojlar uchun yetarli darajada keng. Interyerda yangilangan panel, oddiy audio tizim, isitish va shamollatish tizimi mavjud. Ba'zi komplektatsiyalarda elektr oynalar va markaziy qulflash tizimi ham taqdim etilishi mumkin. Xavfsizlik masalasida 2026 Chevrolet Damas asosiy talablarni qondiradi. Old xavfsizlik kamarlar, mustahkam kuzov konstruksiyasi va tormoz tizimining yaxshilangan varianti avtomobilning ishonchliligini oshiradi. Kichik o'lchamli bo'lishiga qaramay, avtomobil barqaror yurish xususiyatiga ega va tor ko'chalarda oson boshqariladi.